Bugun internetga kirdim. Bitta Xezalayni raqqosalik qilib turganini ko'rdim. Qop-katta yoshi 40 ga borgan, ko'rinishi erkak bitta Xezalay. Jilpillab ayollardan 5 battar o'ynayapti. O'zi eng yomon ko'rgan narsam mana shu narsa. Hech telefonimga chiqmas edi. Buni ko'rib asabim buzildi, o'ylab qoldim. Jamiyatda bunaqalar oxirgi paytda bemalol yuradigan bo'lib qoldi, ko'payib qoldi. Odamlar ham ko'nikyapti sekin-asta. Internetda har xil bu haqida mavzularga qiziqdim, oqtardim, o'qidim, ko'rdim. Juda ham opasniy holatga kelib qolibmiz. Juda ham. Sabablarini oqtardim keyin. Nimaga bu holatga kelib qoldik? Nima bo'layapti? Nimaga insonlar ko'nikib qolyapti? Bu narsa ko'nikaydigan narsami o'zi? Ko'nikish kerakmi bunga? Oqtarib ko'rgan narsalarimga hayron bo'ldim. Sizlar ham menimcha hayron bo'lasizlar, qo'rqib ham ketasizlar daji. Agar bu narsani qanaqangi darajada iflosligini bilsalaring. Bachchavozlik haqida gapiryapman. Bachchavozlik, Xezalaylik. Instagramda xullas internetdan bu narsani surishtirib, qiziqib, yozib, o'qib, diniy taraflama, dunyoviy taraflama, meditsina taraflama, hamma tomonlama qiziqib ko'rdim. Bu narsani din dushmanlari, xalq dushmanlari kasallik deb yoshlarda miyasini aynitar ekan. Kasallik bu, bunga davo yo'q. Bu hech qanaqangi meditsina tomonlama, bu kasallik emas bu. Bu faqat nafsni ko'yiga kirishlik. Nafs mana shunaqangi narsa insonni halok qiladi. Eng katta sabablaridan bittasi buni inson kimligini bilmaganligi. Erkaklik nimaligini bilmaganligi. Qaranglar. Otalar. Siz ko'chada yurasiz, farzandingiz sizni taniydi, sizni ko'proq ko'radi, qayerga borsangiz olib borasiz, uncha-muncha. Hozir kunda masalan telefon ko'rib o'tirganingizda ham farzandingiz yoningizda turadi. Bunaqangi Xezalaylar chiqib keladi ro'paringizdan. Xolasiz, xolamasangiz hozir kunda chiqyapti. Ko'chada ham ko'ryapsiz, internetda ham, даже televideniyaga chaqirib bulardan intervyu olishyapti. Bu narsalarni ko'rgandan keyin yoningizda o'tirgan ana u go'dak yoshligidan dadasini qarayapti, bundan dada jirkangani yo'q, yomon ko'rgani yo'q. Oddiy holda, обычный narsani tomosha qilganda tomosha qilyapti. U bala nimani o'ylaydi? Bo'ldi, bu narsa oddiy narsa ekan. Bular ham shu jamiyatning bir a'zosi ekan bular. O'y, biz yoshligimizda bu narsalarni, bular haqida gaplashishga odam hayo qilardi, jirkanar edi. Bu jirkanch narsa edi bu. O'shanda ham bor edi bu narsa. Bu narsa Lut qavmidan beri bor. Buni boshlanishi Lut qavmida bo'lgan. Lut alayhissalom payg'ambarning davridan boshlangan bu narsalar. Lekin bundan 15-20 yil oldin bu darajada ko'p bo'lmagan bu narsalar. Ishoninglar, Telegramga kirdim men. Bularning o'zining kanallari bo'lar ekan. Men oqtarib qiziqib topdim, kirdim. Bitta gruppada 70 mingta odam bor ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi bu? Shuna bachchavozlar gruppasida 70 mingta odam bor ekan. 70 mingta odamdan 56 ming qanchasidir onlayn turibdi. Ya'ni Telegramda o'sha jonli o'sha paytda turibdi, ya'ni. Buni nima deganligini tushunyapsizlarmi sizlar? Bu 56 ming, 70 ming, 80 ming nariga gruppaga kiryapman, 40 ming. Hop, 100 ming deb olaylik. 100 ming. Bu degani nima degani? Bu 100 mingning ichida sizni farzandingiz, sizni eshitib turgan odam, o'g'lingiz bormi? Ha, o'g'lingiz yo'qmi? Mojid kuyov qiladigan balangiz bo'lishi mumkin bu. Tasavvur qilyapsizlarmi nimaligini? O'zi sizlarga qizig'i bormi bu narsani? Bu narsa qanaqangi darajada bir razil, har tomonlama iflos narsaligini agar farqiga borsangiz, menimcha sal jiddiyroq turish kerak. Birinchi o'rinda to'g'risi bu Xezalaylar, bu bachchavozlar Xezalay bo'lib turib, jur'at qilib ko'chada bemalol Instagramlarga videosini qo'yib, xohlagancha yuribdi, o'yinga tushib yuribdi. Yana bittasi bor, ana u haromi qiyofasiga kirib borib, erkak ayol qiyofasiga kirib borib, to'ylarda yurgizib beryapti ekan. Hey, qanaqa bu? Men tushunmadim, men ko'rib karaxt bo'lib qoldim bu narsani. O'zi kimligimiz haqiqatan esimizdami yo nima, dunyoga nima kelganimiz esimizdami yo hamma narsani shu 4 so'm mol dunyoga, 4 so'm 4 chaqaga
almashtirib esdan chiqarib yuborish kerakmi? Shu haromlarni qanaqa bir ongsiz odamlar to'yga taklif qiladi? Shuni bilib turib, qanaqa qilib bu odamlarga pul berib turib, bularni olib kelib qo'shiq aytirish mumkin? Odam qanaqa qilib bulardan rohat olishi mumkin? Bu qanaqa, bu tushunmadim, bu qanaqa paniyatkadek odam bular. İnsanlar sal aqlli yig'aylik, menga qaranglar, mayli. Ko'p odam hop Allohni tanimas, kimligini bilmas, dinini tushunmas, g'urur degan narsa yo'qdir. Lekin bordir ichimizda erkaklar, mujiklar, o'g'il bolalar bordir. Tasavvur qiling, hozir bog'chada hamma farzandi bog'chaga borgan, yo hozir bog'chada farzandi bor ota-onalar qaranglar bunday. Bu farzandlaringiz hozir ko'zingiz bilan bunday ko'ring, kichkina go'day begunoh, beayb, beg'ubor bolajonlar menga qaranglar. Bularni dushmanimizmi, do'stimizmi o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni avlodni do'stimizmi, dushmanimizmi? Qo'rqish. Nahotki ko'chadagi bitta haromi xezalayga gapirgani qo'rqsang, kimdan qo'rqasan? Qo'rqma, nimaga qo'rqasan? Taksimisan, xezalay mashinangga chiqdimi? Yo qattiq gapirib, so'kib, jirkib, sal tushuntirib qo'yan unga. Hech bo'lmaganda tush mashinamda men seni olib yurmayman degan. Novvoymisan? Keldimi? Qattiq gapirishga qo'rqyapsanmi? Yuraging yetmayaptimi? Qarochi non sotmayman senga degan. Bak kimga aytsang aytaver degan. Bularga bir jazo berish kerak, bularni noto'g'riligini tushuntirish kerak. Bular ko'chaga chiqib bemalol yursa, siz bilan biz bularga obechniy qaraganda salom bersa, Ali olib, taksiga chiqsa, ha deb kulishib, uni olib borib, pulini olib, yana hech narsa bilmaganda bularni kaneshna bular cho'chimaydi-da, keyin bular bemalol yuradi, keyin jur'at qilib, keyin ertadan keyin sakrashni boshlaydi bular. Shu narsalarga ko'rib turib sizlar bir chora ko'rmasalaring, Alloh taolo o'zlaringni ishlaringdan shunaqalarni chiqarib qo'yadi. Sizlarga farqi bo'lmashi mumkin, lekin menga farqi bor, bilmayman. Sizlar xayollaring qatta, sal uxlamanglar unaqangi, sal ko'zni ochinglar, bunday. Biz ota-bobolarimiz shunaqa bo'lganmi? O'zbek millati shunaqa bo'lganmi? Tasavvur qilyapsizlarmi? Sal bachchavozlar qo'rqish kerak, qo'rqmayapti bular. Biz noto'g'ri odamga chiqib turib, sen noto'g'ri mana shu qilib turib, noto'g'ri ish qilyapsan. Bunaqa qilib yurmagin, bu yerda meni farzandlarimga zararing tegadi ertadan keyin. Bilasizlarmi, buni yana bitta zarar tomoni nima? Bu haromalardan. Bachchavozlar bor joyda, ko'chada bemalol xezalaylar, bachchavozlar hebbimlar ko'chada yursa, bularni ko'rgandan keyin qizlarni yaram-yalang'och bo'lganini sezilmay qoladi bizga. Ikkita erkak bir-biri bilan aloqa qilgandan keyin ayol kishini zino qilishi yengil bo'lib qoladi. Shuni tushunyapsizlarmi, buni xavfini his qilyapsizlarmi buni? Butun boshli qavmda Alloh taolo yer tagida qoldirib yuborgan, shu buzuq illatligi uchun, iflos ishligi uchun. Odam qanaqa qilib bu narsani his qilmay qolishi mumkin? Qanaqa bo'lish kerak his qilmaslik uchun? Allohdan qo'rqish kerak. Odam baribir o'zi Allohni tanish kerak, hamma Allohni tanish kerak, bilmayman. Agar Allohdan uzoqlashib ketmagan bo'lsa, hamma xor bo'lamiz. Agar hammamiz Allohdan uzoqlashsak, xor bo'lamiz oxiri. Na dunyomiz, na oxiratimiz omon qolmaydi. Ikkalasini ham vayron qilib qo'yamiz. Sal aqllaydi, yig'inglar, insonlar, yoshlar, mana men sizlarga aytayapman. Bilinglar, kim to'g'ri, kim noto'g'ri, kim bilan muomala qilish kerak, kim bilan muomala qilmash kerak. Vatanni sevinglar, vatanni har doim vatan birinchi o'rinda turadi. Chunki bu vatanda ota-ona, farzand, apa-singil, aka-uka, qavmi qarindosh hammamiz shetdamiz. Hammamiz birmiz. Xo'p, bular yoshligida mayli anavi buni sabablaridan yana bittasi bu narsani telefon. Bu telefon bu balo, to'g'ri ishlatishni bilmagan odamga buni foydasidan zarari ko'proqda buni. Buni ota-onalar tirikchilik qilaman deb farzandlar tarbiyasiga umuman vaqtlaring bo'lmay qolyapti. Farzandlar keyin nima bo'lsa bo'lib ketyapti. U topgan pullaring shuncha ishladingiz, topdingiz, qani shu pul? Yo'q, bu pul oshiqcha o'chga cho'qqa ursiz ham o'sha rizqingizdagi narsani hal qilasiz. Och qolib ketmaysiz hech qachon. Alloh rizqingizni beradi har qanaqasiga. Lekin farzandingizni yo'qotib qo'yasiz. Farzandingiz kerakmi? Shu farzand uchun yuribsizmi? Bu farzandlar menga qarang. Qizlar buzilib, o'g'il bolalar
bunaqangi yo'llarga kirib ketib, shu narsa uchun yelib yuguryapsizlarmi sizlar? Ey, tarbiyasiga qaranglar birinchi o'rinda, tarbiya beringlar yaxshilar. Bu avlod bunaqada uzoqqa bormaymiz biz. 15 yil oldin kam bo'lgan bular. Hozir 15 yildan keyin shu holat keldi. Yana 20 yildan keyin nima bo'ladi? Tikka chiqib betingizga sakraydi. Men shunaqaman, meni yigitim bu deydi, dada deydi. O'g'il balani olib keladi, o'g'lingiz meni yigitim deydi. Korotchi deydi. Haqqingiz yo'q menga gapirgani deydi. Ha, siz oqqa vordim, poqqa vordim. Gap so'zi yo'q, oqqa vorasiz, boshqa variantingiz ham qolmaydi. Yo rozi bo'lasiz, yo oqqa vorasiz, kechib vorasiz. Kansopka. Bu ishni qiladiganlar, bu ishga moyilligi borlar, ey. Aqlingni yo'q hamma. Sal o'zingga kel, bu nafsingga quloq solsang, nafsing seni halokatga olib boradi. Sal o'zlingga kelinglar unaqangi, ey. Foyda topmaysan bu narsadan hech qanaqangi. Alloh taolo ayol bilan erkakni turmush quradigan, birga bo'ladigan juft qilib qo'ygan. Hayvonlarda ishi bu. Inson zoti qilmaydi bunaqa ishni. Men ojizman, men ataylab qilganim yo'q, o'zi shunaqa. Bu bo'lmagan narsa bu. Bu kasallik bu. Aqliy kasallik bu. Aqli zaif bulardi. Odam sal o'zini tutib kimligini his qilmasa, u nafsim xolayapti, sen ketaverasan nafsingni ko'yiga kirib. Erkak bo'lish oson emas shunaqangi. Erkak odam chidamli bo'ladi. Erkak odam og'ir, bosiq, aqlli bo'ladi. Erkak odamda jahl bo'ladi. Erkak odamda kuch bo'ladi. Erkak qiyinchilik kelganda ham o'zi chidaydi, ham uydagilarni olov bo'ladi. Erkak odam olov doshlaydi, uydagi oilasini doshlaydi. Ey, xotini janjal qilsa, xotiniga tushuntiradi. Ey, xotin farzandlari jinday yoshligidan tarbiyasini yaxshi beradi. Farzandiga tarbiya berib, yaxshi parvarish qilib katta qilsa, ularni ichidan chiqib qolishi mumkin. Bitta, ikkita bunaqangi chiqib qolishi mumkin. Dunyoning ta'siri bilan, odamlarning ta'siri bilan bo'lishi mumkin. Lekin bularni o'zini holiga tashlab qo'ysalaring, juda ko'p chiqadi. Ertadan keyin juda ko'payib ketadi. Bu shayton juda oson aldab qo'yadi. Ey, menga qaranglar. O'zlaringdan misol, katta odamlar bo'lib turib, oq-qorani o'zimiz yaxshi bilmaymiz-ku. Bu farzandlarni o'z holiga qo'yib qo'ysalar, bilasizlarmi nimalar qiladi? O'zi shunda ham bularni qilib turgan ishlariga hozir aqllaring bovar qilmaydi. Sizlarning ko'zlaringga sipo, sizlarning ko'zlaringning oldida yaxshi yuradi, lekin aqa chiqqanda ichib chekishi, qizlar bilan muomalalari umuman rasvos chiqib ketgan. Ishonaveringlar, rasvos chiqib ketib bo'lgan. Siz iymini eshitib turgan, meni farzandim zo'r deb uverin ishonadigan farzandingizni aslini bilsangiz, qo'rqib ketasiz. Ular sizlarga ko'rsatib turib qilmaydi bu narsalarni. Sizni ko'zingiz oldida yaxshi yuradi. Ha, dadajon deydi, ha, oyajon. Ko'chaga chiqqanda qo'lida telefoni bor, siz bilmaysiz nima ko'ryapti u telefonda. Mana men sizlarga ochiqcha qilib tushuntirib beraman. Bu telefonda xohlagan videolarni ko'radi. Hozir hech qanaqangi muammo yo'q bu narsaga. Ko'radi, hozirdan ko'radi. Mana biz bilsalaring, oldin yoshligimizda gap bo'lardi. Yevropadagilarda xirsi o'lgan. Nimaga? Shu narsalarni ko'rib katta bo'lganligi uchun. Ha. Xuddi shu narsa hozir bizda bor shu xavf. Ko'radi hozir telefonda, qaraydi, xirsi o'ladi. Hali 20 ga kirmagan, 18 ga kirmagan balani xirsi o'lib bo'lgan o'zi. Endi olov bo'lib yonadigan paytda bizi ota-bobolarimiz erkak bo'lgan, aqlli bo'lgan. Vatanimizni erkaklarga ehtiyoji bor, xezaliklarga emas. Agar sizga farzandingiz kelajagi qiziq bo'lsa, sal mana dunyoning ishlarini jinday bir chekkaga suringda, sal kontrolni boshlang. Farzandingiz nima qilyapsan, qanaqa qilyapsan, nima ko'ryapsan, telefonni oling. Yomon ishlar qilgan bo'lsa, rahm qilmang, gapiring. 2 marta, 3 marta gapirsangiz, gapga kirmayaptimi? Uring. Me'yorida tushuntiring, bir narsa qiling, yalining, yolvoring. Lekin qaytaringlar farzandlarga, qaranglar, kontrolni kuchaytiringlar. Shu 20 yoshgacha kontrolini qo'ldan kelgancha Xudodan so'rab harakat qilsalaring, Alloh qodir qiladi.